Ustaga mana bu chap tomondan boshlaysiz. Birinchisi mana bu chetidan bu chetigacha 35 bo'ladi. Qolgani sizga lazer 44 3 dan ketadi. Oxirigacha chap tomondan o'ng tomonga qarab yurasiz. O sentridan sentriga 44 3 dan ketadi. So'qillarimiz terilishi mana bunaqa teriladi. Birinchisiga butun, keyingisiga yarimta, keyin yana butun tushadi. Birinchisi mana hozir 19 sm nimamiz so'qilimiz. Shunga sentr qilib qo'yasiz rekani. Patrol rekani. Tepasida mana bunday holatda bo'ladi. Mana ko'ndalang reka to'qib olganmiz mana. Rekani to'qib olganingizdan keyin mana shunga chizib ketaverasiz. 44 3 mm dan. O'shanda zo'r ketaveradi oxirigacha. Atves tashlab chizib ketaverasiz-da, qatiraverasiz keyin. Keyin birinchi qatarni to'qiganingizda ip tortib keyin qo'yasiz mana. So'qilni ustiga qo'yiladigan temiri mana bu bo'ladi. Mana bu holatda buktirganman. Orqasida 2, baqa 4 tushgan, tepasi 5,5 cm. Shuni ustiga qo'yasiz. Qo'ygandan keyin video tashlab olaman.